Ertaga qanday ob-havo kuzatiladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Rasmiy xabarlar olami kanalimizga xush kelibsiz. Ertaga qanday ob-havo bo'lishi aytildi. Bizda ma'lumotlarni, xabarlarni, eng so'ngigacha batafsil ma'lumotlarni kanalimizda muntazam kuzatib borishingiz mumkin. O'zgidromet 3-aprel kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo biroz bulutli, vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 10-12 daraja, kunduzi 25-27 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Navoiy va Buxoro viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Tezkor va so'nggi ob-havo yangiliklarni rasmiy xabarlar olami kanalimizda obuna bo'lib kuzatib borishingiz mumkin. Eng so'nggi yangiliklar faqatgina bizda batafsil ma'lumotlari eng ishonchli manbalarga tayangan holda yetkazib beramiz. Xayr, salomat bo'ling.